Qalaychi. Shahiz qalaysan? Qalaysan, Jo'xa yaxshi dam olib turding? Ha. Ertaman sahardan turib Ishga chiqaraychi. Qorin ham ochib ketdi. Yegan hech balo yo'q. Ovlab kelamizmi? Yo'q, kechani boylar chaqiruvdi-ku, shunga boramiz. Dachadayda, dachada bo'lamiz degan-a. Ha. Aytganda hammaga salom. Sizlar bilan Jo'xa va Shahiz. Uzr do'stlar, ozgincha muammo bo'lib qoldi. Sizlar bilan Shahiz va Jo'xa bugungi videomiz kambag'al videosini olamiz. Bo'lmasa boshladik, sizlar like va obunani bosib qo'yinglar. Kommentariyada Jo'xa deb yozib yuboringlar. Salom obunachilar. Obuna bilan like bosib, eslaridan chiqib qolmasin, videomiz qiziq bo'ladi. Shahiz bot, Jo'xa kuchli deb yozib yuboringlar kommentariyaga. Ana bo'lmasa boshladik. Bo'lmasa ketdik. Boy chaqiruv ketdik, mayda. Dachada bo'lamiz deydi. Ketdik. Ular boy qachon qurib ketdi dachani? Ha? Qachon qurishdi dachani? Halla bo'yingan qurilgan. Men endi yangi shahardan endi keldim. Shahardan nima qilasan sen? Xavflash qo'yibman sen. Ha. Sen 34-qishloqqa ketuvdingmi? Uyoqda chiqaverchi pilon paras bilan o'zim terabali. Yaxshimisiz, Dizer? Shahiz, qandaysan? Dirim odashib ketman. Yaxshimisiz? Bizni chaqirtirdilaringmi? Ha, Shahiz, qandaysanlar? yaxshimisiz diling? O'zlaring yaxshimisanlar? Ha, Sonik, qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshimisan, Sonik? Yaxshimisiz degani? Yaxshimisiz Sonik? Sizlar yuribsizlarmi? O'zing yaxshimisan, Jo'xa? Yaxshi. Nima ish buyurmoqchisizlaring bizga? Chaqiruvdilaring Yuringlar, ish bor. Ketdik. Bunaqa narsalar bor. Unavi Xulasi, hali ikkinchi etaj kvartira uyda, ikkinchi etajiga to'yxona qurish kerak. Atrofiga stollar yasatib, Mollarda yasab olamizmi stollar? yasab olasizlar. Mayli, hozir. Bari nimalar ishga uzr deb ketdi. Bari narsalar ishlata olasizlar shu yerdalar. Ha, xo'p. Oldik hamma narsani, deyarli. Olyapsanmi? Bu qilishni sop qo'yamiz. Ha, xo'sh. Bizga hozircha kalani bersak bersak yasab olaylik shu yerda. bosqich. Yasab olamiz. Xo'sh, bizga hozircha ustunlarini men olaman, haligi xom taxtani. Sen esa nimasini o'tirish kreslolariga ham yasab olaverchi. Menda bor-ku, yana yasab olaverchi. Hozircha Palchasi yasalarni juror bitirish kerak bo'ladi shu pastda. versak yasab olaman men. Ketdik. Hozir men ketdik hozir. Unomida Ha, ona bu kuvvat, ona boyakalarni boyakaga ketdimizmi shaharga? Ha, ular qayerda yurisholadi biz ishimiz davom ettiramiz. Bizlar bo'g'lar ikkinchilarga chiqqanmiz. Qornimiz ham och qolgan, obedni o'zlari olib kelsa kerak. Ertalab zavtrakda eplaymiz endi. Qorin och bo'lsa ham. Men stollarini qo'yib chiqayman, yo'q. Qanday atrofiga bunday qo'yib qo'ysak, o'rtada ba'zan bo'ladi to'y. To'y. Mekana qilamiz. Ha, burchagini unda nima qilaylik, bitta xona qilib kichkina ashxonada narsa parsalar olib chiqqan. To'xtab turing. Men yerda bo'lamiz hozir. Keyin chiqadigan joydan qilamiz. Yo'q. Mana shu yerdan bitta xona qilib qo'yaylik. Narsa parsa, yo'q, kiyim, inategin, yo'q. Ovqat-poqatlarni turadigan joy.
Mana bu yerga qilsak, nima qasham o'rnatamiz. Bitta eshik ham zarur bo'lar ekan. Mana bu xonaga kelgan ekan. Hozir men yasab qo'yaman. Mayli. Men esa mana bu yerlarni ham stol bilan bezatib chiqaman. Stol qanchalik ko'p qo'ygan yaxshi-da, hamma o'tirib nima qilishaveradi. Nimani? Bu yerda kelin-kuyov o'tiradigan joy emasmi? Kelin-kuyov o'tiradigan joyda bir tarafni yopib olib tashlashimiz kerak-da. Bu tarafni olib tashlaylik-da. Bu yerni balandroq qilib, keyin qilamiz. Motomonga ham suv qo'yib chiqamiz. Ha. Ikkinchi do'stlar, sizlar like va obuna bo'lyapsizlarmi? Bos kuzatib turinglar. Video zo'r bo'ladi. Kecham tushib qolibdi-ku. Kech ham tushib qolibdi. Axir obedda boshladik ishni o'zi. Endi ujin qilib olamiz va yana ishni davom ettiramiz. Kechasi kunimizni qilib biz tezroq tugatib bermasak bo'lmaydi axir. Biz kvartira olmasak kechasi zak o'tib ketyapti. Uyimiz o'ta yomon edi. Sizlar kuzataveringlar, qolgani davomi yanada qizig'roq bo'ladi. Mana bu yerlarni ham nima qilgan? Hozir eshikni o'rnab qo'yib, eshikni qiysib qo'yib, tinchda qo'yishim. Ha. Endi mayog'ini pachaqlab tashlang. Bu yoqqa qo'ymasdan. Balandroq to'xta, men o'zim chiroyli qilib yasab beraman. Bo'pti. Buzib tashlab sen nima qilishing kerak? Ha, o'rtamga berib ketaring, hozir yeb olamiz. Berib ketdimi Shahid? Berib ketdi. Ha, mayli, hozir men mana bu yerga qilsak, mana bu yerga qilsak, Tagiga mana qilamiz, turibdi. Chiroyli chiqadi, mana qarta qo'yaylik. To'xta. Yo'q, olib uni, olib turgin, yo'q, olib turgin. Bo'pti. Qachog'lab tur. Qachog'lab turdim. Qochib tur. Mana ki, ekkandan chiqadigan qilib qo'yamiz. Mana bu yoqdan ham chiqamiz va o'rtaga sahna qilib, mana bu yerga to'xtab tur. Mana bu yerga qo'yamiz. Keyin ikkitani qilib stol. Ha, nima qilamiz? Hozir bizga nima ham zarur bo'ladi? Taxtalar ham. Stol qilgan, stolga, ustiga partasiga. Ularni ham qilishimiz kerak. Hozir esa ujin qilib olaylik. Do'stlar, biz ujin qilib yana videoni davom ettiramiz. Zaftirikni ham qilib oldik, endi esa yana davom ettiramiz. Buni bu yerga yetdik. Bizga taxtasi kerak-ku oxirgi. Bersakdan yasab olamizmi biz? Taxtasini qo'yib. Mana bu taxta bo'lmaydi-ku oxir. Mana bu taxta bo'lmaydimi? Xalas qilish kerak-ku. Ha, mana bo'ladi. Mana ki. Shu ham bo'laveradi. Yaxshi bo'ldi, bu yoq bitdi. Endi esa atrofga stollarni o'tirishadi, ikki tarafga. O'rtaga svet o'rnatish kerak. U axir Yerda unutamiz yapdi. Anaqa olib kelaman. Nima edi? Svet o'zlari olib kelishadi, unisini aytamiz. Bu xona nima qilaveradi? Bo'ldi, yo'q, qo'yaman. Bu yoqda. Stol, menlarga stol qo'yishimiz kerak-da. Atrofga nima o'tiradigan joylar oldiga ponni stol qo'yib chiqamiz. Tushundingmi? Bo'pti. Sen mana bunaqa tapalar nimadan yasab turgan? Yo, to'xta, men o'zim yasab beraman. O'zim yasaman. Ha, yasayver bo'lmasa. Mana hammasini ustiga qo'yib, pastani ham olib qo'y. Bitta yerga qo'y.
bu akalarimiz bu yerda nima qilyapti? Bu yerda teshmaylar axir. Teshmaylar bu yerda. Yopib qo'ydim. Hali qorong'u ekan. Fakir olib keldim. Zavtrikka non. Ha, ashaqqa olib qo'yaveramiz, biz ishimizni davom ettiramiz. Kesilib bir ketadi. İşte Charchab qoldik. endi bu yoqdan olgan narsalarimizga ham biz yuquramiz. Ha, sotib olamiz. Kesilib sari. Ne güzelsin. Yo, ularni u yoqdan odamlar kelib o'tiradi. Ha, chalavang bormi? Bunda taxtaylar. Yo, yo'qmi? Yo'qsa men beraman. Ya bor taxtan. Yo, men ham yasab olayim bu yoqqa ham axir zarur bo'lar ekanda. Bo'ldi. Mahkamda qo'yib qo'y. Bu yoqqa qizil taxta qilamizmi? Bo'laveradi. Nima taxta bor o'zingda? Ha, yasagin. Mana bu tar qo'yib, mana bu tarafga teng qilasan. Men o'rtadan restakni olib qo'yayin. Ha. Restakni chekkaga qo'yib olib qo'yayin. Bir joyga qo'yib qo'ydim, yana kerak bo'ladi. Mana bu chekkaga qo'ydim. Yasayver. Bo'ldi, güzel. Nimasalarini qilib qo'y. Shunaqa qilib. Ha, bu pochta istab tushib ketdi. Hozir men bu burchalarni bunday qilib ketarkan. Yo'q, to'silib qolar ekan. Yog'iga qilinmaydi. Mana bo'ldi. Mana bu yerni bachaqlaymiz va Butik. yo bitganimiz yo'q hali. Mana bu yerga qo'yamiz. Butik. Mana hayotda va bitta svetini olib tushishimiz. O'zi elektron teri qilsa kerak. Svet olib tushib berasizmi? Qo'lga qo'yib qo'ydimmi yandasan? Yo'q, bunaqa emas. Ustiga qo'yiladigan svet zarurda. Yo'q, yo'qmi? Elektron. Undan qo'rqqandim. Yo'q, bo'lmasam shundan ham yasab beraman. Zo'r bo'ladi. Shuni ham yasaymiz. To'xtab turgin, men yasab beraman. Zo'r qilib haligi. Unda har qayoqdan svetlar bo'ladi. To'xtab. Hisoblab chiqaman. Mana bu yerga va to'g'risi bu yerga qo'yaman. To'rt oyog'iga svet, mana uni to'rt oyog'iga svet o'rnataylik-da. Anaka. Bu yog'iga ham o'rnat. Bu yoqqa yana to'rtta qilamiz, tamom. O'rtaga bitta qilib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Yo'liq chiqadi. Bo'ldimi? Yo, bunga o'rnatmay tur. Xato qo'yib. To'g'risiga qo'yaylik. Ishni to'g'risi. Mana. Chertib kelib qoldi, endi bormi? Bor menda. Qo'yib qo'ying. Ha, qo'y. Tam bitirib oldik. Endi boraylik. Narsalarning barisini solib qo'yaylik-a endi. Bitta krana qonni ochdimi? Ujin qo'yib olib yana boramiz emas. Narsalarni solib bitta sondiq olaylik, yana sondiqni bu yerga qo'yib Men yeb oldim ikkita. Ha, men bu narsalaringni solib qo'ydingmi? Ha, solib qo'ydim. Hozir men ham solib qo'yay. Endi haqqimizni olsak, qo'yaniga birinchi etajdan uy sotib olamiz-da. Anaqadan O'zimiz to'plagan pulimiz bilan. ha, ketdik. Hozir. Bir narsa esdan chiqibdi. 2 dona olamiz. Mana yerga boramiz. Bu yerga va bu yerga. Mana bo'ldi. Endi tayyor. Endi kirib ko'rsa bo'laveradi. O'zlar tekshiramiz yo'qdimi? Tekshirib chaqiraylik, oldin qilgan ishimizni ko'rsin, keyin haqqimizni oladi.
Birinchi etak ko'raylik chiqani. Bu dom bo'larmi yonaqa yer uy olmaymiz. Yer uy ham bo'laveradi. Yer uy qimmatda. Mana shu yashab turamiz keyin xudo xohlasa yer uy olamiz. Mo uylardan taxtali bo'lsa ham uylardan yaxshiroq uylar bittasini olamiz. Bu kvartirada bitta xonasida odam bor yashar ekan xolos. Endi kutsak ularni ham kelishini. So'niki bu yoqqa. Tekshiring demoqchi. Tekshiravering. Biz nima bilan gaplashamiz? Sherigingiz bilan gaplashaveramiz. Siz ko'rib turavering. Haqqimizni narigi nima bilan so'raymiz endi? Darim keldingizmi? Ko'ringchi va chiqib sherigingiz ham ashada. Sen shahid tush bu yoqqa. Bu yoqda kelishamiz. Bular ko'rib Bo'libdi. So'nik o'zini ishini qilib yuribdi. Yo'q chiqdinglar. Gap yo'q. Endi haqqini kelishamizmi? Haqqini so'radi. Shamiz. Yuringlar, sizlarga badarkan bor. Haqlaring beradi. Qanaqa badarkan? Ketib yo'lalikka ko'ramiz. Bu nima axir? Voy uy olaman deyapsizlaringmi? Biz o'zimiz to'plab Sizlarga badarka, Rahmat, berganlaringga katta yaxshi rahmat. qilasizlar ekan. Mana bu haqlaring. Endi bunga ichiga narsa olib bezatasizlar. Rahmat, katta rahmat. Siz ham rozi bo'ling. Nima qilganimizga. Bo'pti, men roziman. O'zlaring katta rahmat o'zlaringga. Yaxshi qiliblar. Ketib berlar. Dokumenti nima bo'ladi endi bu uyda? Dokumentini ertaga o'tkazib beraman. Nomiga. Mana bu nima kimga qarashli bo'ladi? Kimga Bu qarashli? ham sizlarga olinglar. Shu uyda keldi. Mayli, Bir yoqdan bir yoqmanki. mayli. Najmoqlar ham chaqib ketdi. Mezonlar ham ketgan. Tez orada kelib ham qoladi. Unday bo'lsa hammaga xayr. Keyingi videogacha ko'rishguncha like va obuna bosib qo'yinglar. Hammaga xayr. Bizni murod beraylik. Like va bosishga bosib qo'yinglar. Albatta. Kommentariyaga yozinglar, bitta Javohar kuchli deb qolganlari bor deb yozib qo'yinglar. Hammaga xayr.